telefonu bağlığının boptu mu? Çıtaq çıkması için. Puchunuz ki bu form bilan xuddi siranga o'xshab qolib kelsiz. O nima? Nima boptu? Sirqish kel bu. Ben ölmedim. Yo'q, sen öldün. Endi o'q chiqarsang bo'lmaydi. Lari, bu Nazır Nurlu qarg'og'ichi. Demak, sen o'q tegsa, buni isbotlab berdi. Sen yana qaytib kelsan bo'ladi. Agar ikkinchi qatim o'q tegsa, sen o'lsa, uqdingmi? Bo'ldi, shunday qilsin. Qaranglar, efendiler. Men bir kenja tip oldim. Yana yo'q-ku ba. Sizlar tansida mas'ul qoldinglar, ha? Mushundaq bir top nijg'ish. Haqiqatan qiziqarli ekan, sepsiz, ha? Sizlar ijodiyat xarakterdagi harbiy taktikani anglaganmisizlar? Men ilgari anglagan. Rost gapni desam, enim. Men biladigan harbiy taktikani siz umr bo'yi o'rganolmaysiz, ha? Yo'q, mening da'vatqinim ijodiyat xarakterdagi harbiy taktika 1865-yillik Krak ayolchiga sinib, jang maydoniga kirib askarlarning diqqatini o'ziga tortgan edi. Shu chaqda janub askarlari tuyuqsiz hujum qo'zg'agan edi. Uqdingizmi? Haqiqatan qiziqarli ekan. Ularni mag'lub qilmay, yana haqorat qilib og'li bo'ladi. Siz bak astoydil bo'lib ketma. Astoydil bo'layotgan men emas, balki siz. Birodarlar, biz ularga ayliqida qattiq vaqirishni o'rgatib qo'yaylik. Vaqirashning ma'lum roli bo'ladi. Hammani bish-bish qilib boradi. Birodar, qattiq vaqira. Vaqira? Qiziqish oldi-da bu. O nima? Sayravatida Lavdin bilan Xaro o'z nasibini tashlab qo'ydi. Bo'ldi, birodarlar, biz mayli. Bu adil bo'lmadi. Aslida bu kim makisen bo'ladi, Jorji. Bilaman tanli. Uning fikrini aytib chiqaylik. Biroz xulqingizni chiqaring. Xulqingizni? Qaramoqqa xulqim chiqib turmamdi. Shundoq, men yengib olaman deb o'ylayman. Ularmi shundoq? Ma'qul, antirman. Sizga shu chaqqa kelganda men xulqimni tatib chiqarman. Feji ilishib qolishi mumkin. Keling, Jorji, menga yordam nishon qilamda. Meningcha u sakrab chiqadi, ha? Siz eng yaxshisi o'zingiz bir amal teping. Shakchik. Musobaqaga yana isbotda. Nima ish bo'ldi? Urush o'yini haqiqatan boshlanishi mumkin. Men urush maydonida bo'lishim kerak. Keli, men urush maydonidagi muxbir bo'laman. Men sizni tushunaman. Lekin siz musobaqa qatnashishingiz kerak. Shunday bu sizning ishingiz. Lekin menga fursat yo'q. To'g'ri dedingiz. Men hozirlik qaytib kelaman. Bo'ldi. Keling. Tushdan keyin musobaqa bor yigitlar. Hey, Borokis unutib qolmag'ana. Keling. Nima degan chiroyli qilqi bu? Menga buyurtganmisiz? Buyurtganmisiz? Keling, men qarang. Yo'q. Men tushundim. Men do'stlarimning gapga kirsa bo'lgan tarix o'tmishni to'xtab qilish kerak edi. Siz doim narsa chekib qolasiz. Yigitlar.
Ayollarning kuch qudratini hargiz tuvandan charlamanglar. Zaten nima shuzmadi? Sizlar mag'lub bo'ldinglar yigitlar. Ey, qaror, sen nima ish chiqamaysan? Ayol haqini ko'ribman, havisan qo'zg'aldimi? Seni xudimni yo'qotgan chog'da men baxush o'laman. Askar bo'lgan odam qurbon berishga tayyor bo'lish kerak. Sen öldün. Hech nima qilolmaysan. Hech qanday gapni qilolmaysan. Xayr, xo'sh. O to'lib olsin. Oh, qaror, xotiningga deb qo'ymaslikqa men va'da beray. Xo'shamisa? Astagfirullah. Ey, bilamsizlar, bak qiziq arloq ish bo'ldi. Qiziqarliq. Men bek yaxshi ko'raman. Men burilib bu chora cho'qim qaror keladi degan edim. Radkor keldi, sen hamroying haqiqatda qaltis ish qildi. Seni tabriklayman, urushda oyoqlashmaysan. Ha, çapsan yetala, tez! Zerberek eti oturdu. Ulan resmi koraların içine etti. Öldürdü, ok çıkmadı. Ulanın resmi kurallarını işletidiganligini o'ylamagan bo'g'aydingiz. Hozir men sepnes amal topadi. Georgiya uloq to'salig'i bo'lmasala. Yo'q, men degan harbiy dikkat emas. Harbiy degan buyruq bo'ysunishi kerak. Ma'qul. Siz degan serjant, men haqiqiy general. Siz mushayni saqlaysiz. Qaydadan kelsa, qanday yigitcha? Sizlar federatsiya armiyasi emasmi? General Grant nada? Men General Grant bilan ko'rishiman. General Grant bilan ko'rishiman. Oldu Osmanlı! Sen resmi okunu işletip de öldürmeksin o! O sotek bizi öldüreydersen! Ne yapmaktım kasem kıtları? Çokum birisi. İyili işe katıp ben hastızla bilmeyim ha. Kalkan adamın hakkı ne? Hasıların gazarmanlığa ucum kıgılı ketti. Georgi, yürü! Siz nima qilmoqchisiz? Perverdigori, bu yerda o'g'ri bor. Bu yerda o'g'ri bor. Siz bu yerda o'g'ri borligini qanday bilasiz? Men albatta bilaman-da. Ular cho'qim do'stlar urushida sizni yaldagan bo'lishi mumkin. Shundaqmi?